Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush keldingiz kanalimga. Sirka haqida savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Deyarli hammasiga bitta-bittalab javob bera olmayman albatta. Bir-biriga o'xshash savollarni javoblashga harakat qilaman. Eng son göndergan post deyiladi, o'zbekchasi nima bilmayman. O'shani tagiga savollaringizni yozing deganman. Yozganlar bor, eski avvalgi sirka haqidagi rolikni tagiga yozilgan videolarga, yorumlarga ham, savollarga ham javob berishga harakat qilaman aziz do'stlar. Sirka haqida savollaringizni qani, nima savollar bor? Qanaqa sirka solinadi sirkaga deb yozibdi. Sirka tayyorlayotganda azizlar, sirka solmasdan sirka tayyorlasa ham bo'ladi. Chunki birinchi sirka tayyorlaganda sirka solinmadi. Sirkasiz ham tayyorlasa bo'ladi, faqat solgan sirkanglarni shirin, mevasi shirin bo'ladigan bo'lsa, albatta sirka bo'lish jarayoni juda ham tez bo'ladi. Chunki ichidagi sirkani ichidagi organizmlar, mikroorganizmlar o'sha shirinlikni yeb, shakarni yeb oziqlanadi. Shakar bilan oziqlanadi azizlar. O'shaning uchun sirkaga shirin mevadan tayyorlaganinglar yaxshiroq. Shirin bo'lmagan mevadan ham qilinadi albatta. Sirka faqat shakarni ko'proq solishinglarga to'g'ri keladi. Mana sirkamiz. Eng oxirgi tayyorlagan sizlar bilan birga tayyorladim buni, do'lana sirkasi. Mevani rangi sirkaga o'xshaydi dedim. Ya'ni mevani rangini oladi dedim. Oz qisman oladi. Mana qaranglar. Sirkani rangi sarg'imtir rangda. Chunki do'lanadan tayyorladik. Buni hidlab ko'rganda ko'zni achishtiradi biroz. O'tkir, keskin hid bo'lgandan keyin sirka hidlab ko'rgan bo'lsanglar, bilasizlar, ko'z biroz burunlarni qitiqlaydi ya'ni. Shunaqa o'tkir sirka bo'ladi. Bu ichishga tayyor holi. Bu ichishga tayyor holi. Mana masalan boshqa mevadan qilingan sirka bu. Qiziljiq deyiladi bizda Turkiyada. Qizilchami deyiladi, o'shandan tayyorlandi. Qaranglar, qizg'ish. Yoki qizg'ish olmadan tayyorlasa, qirmizi olmadan u ham qizil rangni oladi. Ya'ni xafif, yengil qizg'ish bo'ladi. Men Turkiyada yashaganim uchun turkcha majbur qo'shib yuboraman. Ba'zi insonlar yozib qo'yadi-da, nimaga bunaqa. Endi har videoda ochiqlab o'tira olmayman sizlarga. Qancha yil bo'lib ketdi bu yerdamiz. Men majbur qancha harakat qilsam ham o'z tilim shoqqa ketib qo'yaveradi. Xafa bo'lmaysizlar. Savollarni sirka qancha vaqtda tayyor bo'ladi, necha oyda? Azizlar, sirkani tayyor bo'lish jarayoni sizni uyingizni temperaturasiga ko'ra. Sizni uyingizda qanaqa temperatura? Issiqmi, sovuqmi? Sirkani o'zi bir ehtiyotkorlik bilan tayyorlanadi-da sirka. Albatta Bismillahirrohmanirrohim deb qo'llar yuvilgan, shunaqa narsalarga amal qilinsa juda ham chiroyli sirka bo'lib chiqadi. Uyingizni sharoiti 20-25 darajada bo'ladigan bo'lsa, sirkani solgandan keyin 1 oy, 1,5 oy, 2 oylarda tayyor bo'ladi. Endi qaranglarda azizlar. Sirka mana. Sirkani joyidan qimirlatmaslik kerak aslida. Geçen avvalgi videoda ham aytgan edim, o'rnidan qo'zg'atishib qo'yibdi deb. Qo'zg'atishmas kerak. Endi men sizlar uchun olib keldim. Buni og'zini ochgan edim, hamma pashshalar keldi. Kichik pashshalar sirka pashshasi deyiladi. Uni juda ham normal, u pashsha kelmasa bo'lmaydi, kelish kerak. U pashsha sirka uchun keladi. Qaranglar şimdi. Buni yaqinlashtiray biroz.
ko'rinyapti ha sizlarga. Qaranglar. Qimirlatmaslikka harakat qilyapman-da. Şimdi qo'llarim toza alhamdulillah. Şimdi buni qaranglar mana. Oq ustida oq kuf deydi-da bu turkcha. Mag'or yo'q. Ko'rdingizmi? Bu qattiq bo'lib qoldi. Qo'lga yopishmaydi. Mana. Qaranglar, o'ynayapti. Nima bu? Bu sirka matkasi deyiladi. Mana shu matka bo'ldi. Tushuntirib bering bizga, qaytadan retseptini to'liq retsept yasab ko'ringlar, tayyorlab ko'ringlar-da, qo'rqmasdan bismillahirrohmanirrohim deb. Bog'changizda olmangiz bormi? Bog'chadagi olmalarni uzib olgan bo'lsangiz, shu naqa olmalar bor, otlari rozmarin degan olma bor, ko'k olma bor, biroz oval shaklida olmalar bor, qishga turadigan olmalar. Tayyorlab ko'ring, biroz anaqani ko'proq solasiz shakarni. Ana endi buni sirkani tagiga qaraymiz. Qaranglar. Erib ketyapti ichidagi do'lanalar. Ko'rdingizmi? Do'lanalar erib tayyor bo'lyapti. Endi sirkadagi matka ham biroz o'ynadi. Endi sizlar uchun mayli, yopajaq bir şey yo'q. Qaytadan o'zi chiroyli bo'lib tutib oladi, o'zini qo'lga oladi. Sirkani og'zi ochiq qolmaslik kerak, doim yopib qo'yish kerak, chunki pashshalar keladi sirka uchun. O'sha pashshalardan ham bilib olsanglar bo'ladi, sirkangiz tayyor bo'layotganini. Sirka tayyor bo'lganini qatdan bilamiz deb juda ham ko'p savol beriladi. O'sha pashshalar kelayotgandan bilsangiz bo'ladi, bu proses to'g'ri ketayotgan bo'ladi-da. Sekin-sekin matkasi paydo bo'ladi sirkani ust qavatida va cho'ka boshlaydi. Matka cho'ka boshlaydi tayyor bo'lishiga yaqin. Sizlar bilan tayyorlaganmiz bu sirkani. Qaytadan solib qo'yib ko'rsatgan edim. Mana. Bu yerda ham proses ketyapti. Ya'ni брожение. Endi sirkani azizlar, sirka bo'lganini qanday bilsa bo'ladi, aytib berdim. Mag'or sirka tashlab yuboriladimi deb so'rabdi. Albatta, mag'orlangan sirka kesinlikla qat'iyan tashlab yuboriladi. Ba'zi yorumlarda ko'rib qolganman-da, tashlab yuboriladimi, tashlagan sirkam bo'lganida mag'orlabdi, mag'orini olib tashladi. Mag'orladimi? U tegi hamma yog'i mag'or sanaladi. Mag'orini olib tashlab ishlatilmaydi. U boshdan oxirigacha mag'orlangan sanaladi. U ishlatilmaydi. U bo'lmagan sirka hisoblanadi. Sog'liq uchun juda ham zararli hisoblanadi. Olma sirkasini tayyorlashni aniq retseptini, videosini ko'rsatib bering. Azizlar, playlist deymiz, o'ynatma listasi deymiz. Playlist deyiladi herhalde. O'zbekchasini bilmayman. O'sha playlistga kirsanglar, sirka haqida, sirka tayyorlash degan mavzu bor. Ana o'sha yerda butun sirka, olma sirkasi tayyorlab ko'rsatganman. Biroz sirka haqida tayyorlaganlarim bor. Do'lana sirkasi tayyorladim. O'sha yerdan qarab olsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Sirkani foydali tomonini ma'lumotlar ko'p, lekin sirkani qanday miqdorda iste'mol qilinishi kerak haqida juda kam. To'liq ma'lumot berib ketsangiz. Sirkani qanday miqdorda iste'mol qiladi? Sirkani azizlar, sirkani qaranglar. Şimdi ertalab och qoringa ichaman men. Eng yaxshi ko'rgan ichimligimni hisoblanadi. Endi bolalar olib kelib qoladi marketdan ichimliklar, gazli ichimliklar. Mana deb yangi chiqqan zo'r deb. Lekin men hech ichimlikni yaxshi ko'rmayman azizlar. Mana shu men eng yaxshi ko'rgan ichimligim hisoblanadi. Mana bu iliq suv.
Bismillahirrohmanirrohim. Iliq suv, 1 stakan iliq suv. Suvingiz iliq bo'lishi kerak. Sirkani solmasdan turib, asalimizni solib olamiz. Kilo problemi bo'lganlar asalsiz ichadi, lekin oshqozonida problemasi bo'lsa, soruni bo'lsa, nima deydi? Oshqozonida o'zbekchasini endi bilolmay qoldik. Oshqozonida siqintisi bo'lsa, ya'ni azizlar, o'zinglar tushunib olgansizlardir. Oshqozonida problemi bo'lsa, albatta doktori bilan maslahatlashadi. Bu kichkina qoshiq. Men biroz asalni yaxshi ko'raman. Sog'lig'ingizga ko'ra, sog'liq turumingizga ko'ra, sog'liq holatingizga ko'ra, albatta doktoringizga danishgan holatda, murojaat qilgan holatda ichish kerak buni. Ba'zi insonlar ichsa, masalan, men sirkani ichmagan vaqtimda, ichib ko'rganimda oshqozonlarimda problem bo'lgan. Hazm a'zolarida, voy bo'lmas ekan, yaxshi emas ekan deganman. Keyin ha deb qarshimga chiqib yurgan sirkani foydalari haqida, keyin shunaqa go'zal ne'matni, Allohning ne'matini icha olmaymanmi deb ozginadan ichishni boshlaganman. Bir qoshiqdan, osh qoshig'ida, ya'ni mana shu bir qoshiq sirkani o'zini emas, sirkali suvni. Keyin hozir ichiveraman. 2 qoshiq ham ichiveraman osh qoshiqda. Menga ta'sir qilmaydi, ya'ni yomon ta'siri yo'q. Shuning uchun men ichiveraman. Juda ham yaxshi ko'rib ichaman. Ertalab buni ichib olib, bir energiya keladi menga. Bu kichkina qoshiq. Bu meni eng yaxshi ko'rgan ichimligim hisoblanadi, azizlar. Hamma o'zini sog'ligiga qarab ichadi. Ba'zan mana shu sirkali suv ichaman, asalli. Yoki bo'lmasam ba'zan mana bunaqa shishka deyiladi buni. Cham deydi bu yerda, Turkiyada. Shishka deyiladi, o'zbekchasini bilmayman. Qo'zaloq deymiz burada, cham qo'zalog'i deydi Turkiyada. Shishka deb bu ruschasiga, o'zbekchasini bilmayman. O'shani asalning ichiga solingan, yo'tal uchun, immunitet uchun, qon tomirlar, umuman foydasini sanab o'tirsam hozir video cho'zilib ketadi. Bundan soladigan bo'lsam, asal solmayman. Bundan bir qoshiq solaman va sirka. Yo'tal bo'ladigan bo'lsa, yo'talga 1 ga 1, ya'ni yo'talni eng yaxshi oldin oladigan shifobaxsh ne'mat hisoblanadi. Sirkani ba'zan juda ham sirka ichkim kelib ketadi-da. Sho'rva tayyorlagan bo'lsak, sho'rvani ichiga solaman, salatlarga solaman, bir qoshiq. Markov salatasi bor-ku, o'shanga solaman. Sho'rvamga solaman. Bu sirkadan foydalanish kerak. Savollarga davom etamiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Sirkani foydali tomon ma'lumotlar, uni aytdim. Olma sirkasi sizni kanalingizda ko'rib tayyorladim. Qishda zo'r o'xshadi. Shunda asal solmasak bo'ladimi? Olma sirkasi tayyorlabdi. Asal solmasangiz ham bo'ladi. Faqat shakar solsangiz ham bo'ladi. Asal men endi olma sirka tayyorlayotganda shakar solaman. Asal solsangiz ham bo'ladi. Asalingiz ko'p bo'lsa, asal soling, пожалуйста. Sirka tayyor bo'lgandan keyin
soldim mana bu sirkani, do'lona sirkasini ichiga asalni. Uni ham üzerinde ozgina matka bo'lishga boshlabdi. O'shaning uchun men buni keyingi sirkalar bo'lsa ustiga to'ldirib qo'yaman-da oxirigacha. Mana bu yergacha bilib olaveringlar, mana bu yergacha to'ldirib qo'ysam, rezinkasiga tegmaslik kerak. Pufakli qopqoqlar bor, o'shani yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Har nima bo'lsa ham tegdirmasdan pastroqda turadi. Mana shu ingichkalikda matka bo'lsa, sirkani ichib qo'ya olmaydi, ichadi yanada, oz ichadi. Kichkina matka bo'lgandan keyin. Katta matka bo'lsa, ko'p ichadi. O'shaning uchun kichkina shishalarni tanlash kerak. Asal solmasangiz ham bo'ladimi deyapti. Asal solsangiz ham bo'ladi, solmasangiz shakar solsangiz ham bo'laveradi. Lekin sirka tayyor bo'lgandan keyin shakar solinmaydi. Asalda foydali xususiyatlar ko'p bo'lgani uchun tayyor bo'lgan sirkaga asal solinadi. Tayyor bo'lmagan sirkaga asal ham shakar ham solsa bo'laveradi. Mevani shirinligiga qarab. Tushunarli bo'ldimi? Savol: suzib olgandan keyin iste'mol qilsa bo'ladimi? Albatta, suzib olgandan keyin iste'mol qilsa bo'ladi, lekin tayyor bo'lgan bo'lish kerak sirka. Hidlab ko'rganda o'tkir, burunni qitiqlaydigan o'tkir hidi bo'ladi sirkani. O'sha protseslar, jarayonlar bo'lib o'tgan bo'lish kerak. To'liq ma'lumot endi olma bo'lib qolsa, mana masalan o'zingizlarning bog'chalardagi mevalardan tayyorlasanglar, juda ham yaxshi bo'ladi olma. Chunki ichida dorilar bo'lmaydi. Tushunarlimi? Dori saqlash uchun dorilar sepiladi olmaga, bir narsa dorilar, ziroat dorilar sepiladi-da, o'shalarni o'zingiz yeydigan olma bo'lgani uchun diqqat qilasiz-da, sirka tayyorlaydigan bo'lgani uchun o'zingizni bog'changizdan o'zib olib qilsangiz juda ham korli bo'ladi. Olmani to'liq sirka retseptini ayting, 70% sirka solsa bo'ladimi debdi. 70% solsa bo'ladimi debdi. Uksusni nazarda tutgan bo'lsa kerak, o'zingiz uyda tayyorlagan sirkadan qo'shasiz. Sirka tayyorlayotganda sirka solmasangiz ham bo'ladi. Azizlar, olmani bog'changizdan olasiz. Men etap aytyapman. Olmani bog'changizdan olasiz. Yaxshilab yuvasiz. Ustidagi olmani kichkina chubuqchasi bor-ku, o'shani olib tashlaysiz. Ikki tarafini olib tashlang. Cho'p tarafini va bosh tarafini olib tashlang. Kesib olmaysiz, tozalab yuvib tashlaysiz, cho'p tarafini yuvib olib tashlaysiz. Tamam. Olma top-toza bo'ldi. Uni qobiqlari, urug'lari hammasi bilan shishangizga solasiz. Olma tayyorlaydigan shishaga 1 litrami, 2 litrami, 3 litrami solasiz. Yarmidan ko'proq meva bilan to'ldirishingiz kerak. Mevani taxtada, 2 taxtada, havonchada, taxta havonchada, buyuk havonchalar bor. U havonchalarda qilsangiz bo'ladi, taxtalarda, pichoqda qilsangiz ham bo'ladi. Men ko'proq pichoq ishlatmasangiz ham bo'ladi. Taxtangiz bo'lsa, taxta juda ham yaxshi. Taxta havonjangiz bo'lsa, taxta havonchada tugib solsangiz, bir ezib qo'yib tamomdir. Bo'lmasa, pichoqda kesib solsangiz ham bo'ladi. Soling, ustiga 4-5 no'xat solasiz. Men ko'rsatib beryapman, lekin videoni o'tkazib ko'rgandan keyin ba'zi insonlar tezroq gapirish, tezroq aytish, tezroq bitishini xohlaydi. Lekin unaqa emas. Uni o'tkazib yuborsangiz tushunmay qolasiz. 4-5-6, ya'ni bir qoshiqcha no'xat. Dorilanmagan no'xat bo'lishi kerak. No'xat solmasangiz ham bo'laveradi. Jarayon biroz sekin bo'ladi, lekin 20-25 daraja issiqda bo'lsa va tozalikka rioya qilgan bo'lsangiz, qo'llaringiz yuvilgan bo'lsa, olmalar toza bo'lsa, posudalaringiz toza bo'lsa bo'laveradi. Biroz proses tezroq boshlasin deb men 5-6 no'xat solaman.
Shakarni meva shirin bo'lmasa, shakarni biroz ko'proq solishingizga to'g'ri keladi, azizlar. Olma po'sti bilan solsangiz bo'ladi. Olmani po'sti bilan solsangiz ham bo'ladi. Po'stida vitaminlar bor. Albatta o'zingiz bog'changizdagi olma bo'lsa, o'sha juda ham yaxshi. 20-25 darajada bo'lish kerak. Kichkina mayda pashshachalar keladi. Og'zini yaxshilab yopib qo'ygan bo'lishingiz kerak. 1 oy, 1,5 oy, 2 oy mana shunaqa mobaynida tayyor bo'ladi. Bir 10-15 kun aralashtirib turishingiz kerak. Brojeniya jarayoni uchun. Ichidagi mikroorganizmlar shirinliklari yeb ishga kirishadi. Bu birinchi bosqichi. Gaz ajralib chiqadi, ko'piklar paydo bo'ladi. Keyin asetik asid bakteriyalari alkolni yey boshlaydi. Alkolni, bu yerdagi spirtni yeydi va asetik asid uratadi. Bu sirkadir. Bu birinchi spirtli bo'ladi, keyin sirkaga aylanadi. Ba'zi bir bitta inson yozibdi, bu alkolli ichimlik deb. Yo'q. Birinchi alkol bo'lyapti, keyin sirkaga aylanyapti. Bu hech alkol bilan aloqasi yo'q. U o'qib o'rgansangiz bo'ladi. Shunaqa azizlar. Video yana ham ko'proq kishilarga ulashsin, ko'proq insonlar foydalansin istasangiz albatta obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha xayr, sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Sirkanglar juda ham chiroyli o'xshasin. Foydasini ko'ring. Ko'rishguncha salomat bo'ling.